فعل خيار الوصف الصوتي. Xolid ibn Valid islomni qabul qilganiga atiga 3 oy o'tib, uning qilichi endigina tin olgan edi. Ammo urush sadolari uni yana chorlab keldi. Ammo bu safar Xolid ibn Valid musulmonlar safida jang qilar edi. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam yaqin atrofdagi yurt va hududlar va katta-katta mamlakatlarga elchilar yuborgandan so'ng jangchi emas, balki elchi bo'lgan Xoris ibn Umarning shahid qilingani haqida dahshatli xabar yetib keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Shomdagi Bursa hokimligiga elchi sifatida yuborgan edilar. U o'sha paytda G'assoniylar hukmronligi ostida edi. G'assoniylar ular Janubiy Shomda yashovchi va rimliklar bilan ittifoq tuzgan nasroniy arab qabilalari edi. Ammo bu xabar kutilmagan voqea